Takrasman shogirdni o'zi tushib qoldi. Nima gap? Ancha bo'ldi ko'rishmaganimiz. Alaykum assalom. Vodiydanmi? Assalomu alaykum. Isming nima edi? Odiljon. Odiljon. Qancha bo'ldi kelganingga? 6 oy bo'ldi. 6 oydan beri qancha o'rganib qoldi ancha aka? Mana 45 soat. Qarang, sayqalni ko'ringlar. Tomda chaqlasam. Sayqalga 5, xohlasa. Baraka top. Zo'r. O'rganib. Yazini bosib. Yaxshi. Cho'tki mutaxassis bo'lsa, yengil potaqa beramiz. Xudo xolasa. Cho'ponlar shart emas. 2 oylada tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Bo'ldi. Cho'pon-po'ponlik qilib yurma. Sallalar yengilani Nike'dan tepa-past qilib, krossovkalari bilan cho'ponlarni kiymaymiz. Bo'pti. Allohga omonat, tatsamaylar. Voy, biz ham chiqib oringlar. Mana shunaqa shogirdlikka tushmoqchi bo'lsanglar, kafilga, ya'ni hunar o'rganmoqchi bo'lsanglar, aloqaga chiqinglar. Rasmini unga yozib qo'yganmiz. Faqat astoydil hunar o'rganaman desanglar, aloqaga chiqinglar. Sen necha yil bo'ldi shogird bo'lganingga? Endi pul ishlayotganimga 2 yil bo'lib qoldi. pul ishlayotganimga 1 yil, o'zimga 2 yil. Atak yo. Kafil terganim 1 yil bo'lgan edi. Qolgan 1 yilda justa bo'lib ketding. Atak bir o'qishga borib kelib yurib, yo. o'zi bir 8 oy yurdim. 5 oy. Qachon potaqa? Tepa-past Nike. Yaqin. Nike. Bosib qoldi.